Assalomu alaykum. Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ben kirib chiqdim, tushuntirish xatimi yozib chiqdim, hamma narsani gapirib chiqdim. Doniyor alayhissalom. Bo'ldi. Ben kelin dedingizmi? Ha, bu kelini bu. Bagina ganistiri bu. Bagina ganistiri mash kelinimiz ular. Tug'maydi, lekin bular tug'diradi uncha-munchasini. Ya lift mehmon ishim yo'q. Menga mavzu kerak emas. Tirikchilik qilyapman men bu yerda. Lift mehmon ishim yo'q men. Bular zikdan boshqa hech kim yo'q ekan. Zika. Ona sher bor ekan. Keling, qaytaring. Yaxshidan, jigimizdan. Yaxshi yuribsanmi? Amakilarim chaqirmadimi? Bordim, gaplashdim, tushuntirish xatini yozdim, ogohlantirishni berishdi. Gaplashdim, aytdim. Qaysi biriga? G'ijobgami yo qizlargami? O'sha ikkalasiga. Ikkalasini osongina bitta tushuntirish xati bilan chiq. Voy tog'alarim. Men ham bir harakat qilib yuborayim ekan. Nima bo'ldi? Instagramda haqiqatdan xudodan qo'rqmas ekan. Instagramda parcha-parcha qilib kesib Amirxon chiqardi. Amirxonni men umralarga borib kelgan normalniy bola desam. Qara. U ham qarachi ketar ekan. Nima bo'ldi bo'lib? Bo'lib qarachi nazoratdaman-da xullas. Kecharasimish. Kechasi advokatimga qilsam, agar 3-4 ta odam yozmasa qizlar xafa bo'lib, yaxshigina shtraf bilan chiqarib yuborar ekan. Bo'lmasam 15 sutka. Agar yomon ketadigan bo'lsa, unaqa 7 yil bas ekan. Yo'q, hammasi ma'muriy bo'ladi. 183 bilan 183 ikkinchi bandi bilan. Sanda jinoiy bor-ku. Jinoiy yo'q, tiraqa. Men nima enangni o'ldirdimmi jinoiy bo'lib menda? Haqoratda jinoyisi bor ekan, jiyonim bir xil biz. Men seni guninggacha tekshirdim. Yarashdingmi Sardor bilan? Hayotda yarashmayman. Ishon hayotda yarashmayman, u itdan tarqagan bilan, piarchi bilan. Agar 15 sutga olib kirib qo'ysa, chiqib olib ham gapiraveraman men. Bundan keyin haqiqatlarni xalq shunaqa o'rgansin. Bitta kimisi qanaqa, kimi qanaqa narsa bilan shug'ullanadi, kimi qanaqa gap gapiradi, hammasini gapirib boraman. Xalq bugundan keyin asl basharasini ko'rib boraversin. Ponni bitta video qo'ydimmi, shu videoda asl tarafini chiqarib beraveraman men. Bitta video qo'ydimmi, shuni haqiqat tarafini chiqarib beraveraman. U men bilan bekor olishdi. Men o'sha o'tgan safar aytdim. Menga tegma dedim. Qarochi bu dalboyob shajdasi bordi. Unga Feridi sabab bo'lib qoldi. Maya qara. Hoji. Jonim. Sen bilan ham teskari bo'lganmi? Ona sher bilan chiqib meni ko'ladinglar dedi-ku kecha. Meni provokatsiya qilma. Men kechasi bilan gaplashganman. Meni provokatsiya qilma, haromi? Meni provokatsiya. Mana eshitgan odamlar bo'lsa mana aytsin. Kecha shu gapni gapirdi. Meni dedi Gostisida ham ona sher bilan o'tirib gapirishdi, bilat ko'lab o'tirishdi deb. U sen bilan iloji yo'q gaplashadi, majbur. Qara, sen unga keraksan. Chunki nimaga? Menga bugun mana uyqudan turganimda 4 ta qiz yozibdi. Aka, sizdan yomonlik ko'rmaganmiz, hurmatingiz bor, lekin gap o'rtamizda qolsa, erkeksiz, bizga yozyapti. Bizga qarochi shu hojini ustidan yozinglar, mashina qilib murojaat qilib chiqinglar deb bizga o'rgatyapti dedi. Lekin biz qilmadik dedi. Aka dedi, gap o'rtamizda qolsa, men iltimos dedi. 4 ta qizga yozibdi. Menga qara. Men seni ustingda nimaga yozaman? Men yozmasdan mana. Sen yoz. O'rmon shohi. Senga aytadi, qizlardan top deydi, tushundingmi?
Men topib bo'lganman-ku. Nimani topay yana? Ana shuning uchun aytyapman men senga. Nima deyapman? Buncha gap qaytarding. O'shaning uchun sen keraksan. Agar qarab tur, men senga aytaymi? Agar qaysidir tomondan men orqali unga manfaat keladigan bo'lsa, u hamma narsani unutib, kerak bo'lsa men bilan yangitdan do'st bo'ladigan darajada odam u. Unga manfaat keladigan bo'lsa agar, qanaqadir foyda keladigan bo'lsa, mana bir kun boshiga bir narsa bo'lib qolib yoki nimadir bo'lib qolib, xullas mana shu hoji orqali hal bo'ladi deb qo'ysa kimdir, hamma narsani esdan chiqarib, kerak bo'lsa men bilan yangitdan do'stlashadigan darajada pastga shu. Men kimman? Meni qo'limdan nima ham kelardi? Chekkadagi gadoyevachcha bo'lsam hoji. Yo. Men gado. Sen haligi naqasan? Qonunchi gadoysan sen. Nima? Diplomsiz gadoysan sen, hani prosta qonunchi gadoy. Men seni tegmayman deganman-ku. Men seni tegmayman. Men seni yaxshi ko'raman, jonim. Men yana aytaman, o'sha O'zbekiston Respublikasiga, umuman mutasaddi xodimlarga, mana shu yerda kuzatib turganlarga, davlat otaliqqa olib, O'zbekistonimiz mehribon davlat otaliqqa olib, mana shu ona sherda hech bo'lmasa kontraktga bo'lsa ham yuridiskida o'qittiringlar, sirtqida bo'lsa ham. Shu qizga diploma bersalaring, inasini amiga tiqib tashlaydi TikTokdagi hammani ichkariga olib kirib, bitta o'zi qoladi. Mana shu ayolga diploma beringlar iltimos. Sen ozgina, sen omma qamalishingni xudo ursin xohlamayman-u. Necha qiylanib olgin, sandan keyin zo'ri bor. Voy, sandan keyin zo'ri bor. U ham TikTokda. Oma unikini yomon yig'ib yuribman. Saniki tugashi bilan unikini portlataman yozda. Oma unikini kutmagandek bo'ladi. Voy. Dunyo, yomon saniki ham portlab ketdi-yu bir kunda. Hech kim kutmadi-yu, o'zing ham kutmading-ku. Hali Instagramda efir qilganman, bilat. To'xtamay telefon kelyapti Instagramlardan. Bitta tursam Instagramga kirsam, basharing chiqyapti, borina qo'y, bugun boshqa tema yo'q ekan deb yana uxlab oldim. Lekin baribir akalar ko'ryapsizlarmi? 1300 ta odamdan o'sha o'zimni 150 ta odamim sodiqda. Mana ekranga like bosyapti turganini ko'ryapsizlarmi? 26 ta odam bosyapti. Raya 1300 ta odamdan ashi 150 ta odamim sodiq. Har doim masalan shu mavzularsiz yuradigan insonlarim bor. Hoji, xafa bo'lma, hammasi yaxshi. Yo'q, men xafa bo'lmayman, prosta meni xafa bo'lganim Xudo deyishar ekanda, lekin tuhmat qilishdan Sardor meni ko'rib turgan bo'lsang, men spravедливый tarafman. Sen ham amlar bilan urushayotganimda chiqib olib taraflarini olgansan. Hojiga barib bitta yordamim tegadi yordamim. Nimaga uverinni bo'lib, ana og'ziga olgan soskaga o'xshab 5 yil deysan javob berib, buni Alloh biladi. Kerak bo'lsa-chi, gapirmay Sardor. Indamay qo'y. Yo'q, 5 yil. Meni ham 3 yilga qamaladi. 3 yilga qamaladi deyishayotdi. Hali ham qamalyapman. Yangiliklar qizlar diyor borib yozib bergan ekan, yana tergovchi chaqirdi. Ota-onasiga qo'shib sikaman. Borib dedim, yana so'kinaman deb bormadim tergovga. Hozir imodan yozuvdim, qarindosh urug'ingdan meni so'raman, sirlarimizni qatdan bildi deb. Ves dunyo biladi-yu sanlardi. Gapirur, hoji soching o'sgan, qara oldirsang bo'lmaydimi? Yo'q, o'smagan, men yonini og'iz yuraman xolos sochimni. Tepasiga tegmayman-ku. Ish qilib menga qara, baribir ko'rib chiqadigan bo'ldimi ishingni? Ha, men ko'rib chiqar ekan. Nogironliging yo'qmi? Gruppadaman-ku. Nechinchi gruppa? Ikkinchi gruppa. Ha, qara. Agar babashda aytaveraymi yo telefon qilib aytaymi? Yo'q, aytur. Xalq nima mana shu endi. Agar hozir xalq da'vogaram davlat da'vogaram bo'lib qo'yib shtraf qilib qo'yishi mumkin-da. 3 ta begona ayol agar rostdan ham yozadigan bo'lsa, 15 sutka. Agar konkretni oxirigacha olib borishadigan bo'lsa, 1 yildan 3 yilgacha, yarim yil o'tirib chiqasan tergov bo'lgungacha.
Seni dunyolaringdan Atni kerak bas, at yaxshi bas hoji. Prosta tilingni qo'y, o'zing zo'r haqiqating bor. Haqiqating bor sani. Men tan olaman. Qayerdadir jim bo'lib qolaman. Haqiqatlaring bor-u. Ya hamma biladi, qayerdadir haqiqat gapirib turganimni biladi. Bitta masalan qara. Men xo'p o'sha kuni Привет, jon. insoniylikdan meni nervim chiqib ketdi, men Feridi bilan olishdim. Ha bu bilan olishib turgan mavzuyim. Men Feridi bilan kelishaveraman. Xohlasa Feridi ariza qilsin. Xohlasa men Ferididan uzrimni so'rab olaman. Men u bilan mavzuyimda. Bu nimaga aralashyapti? Bu nimaga buriladi? Feridaga aql bo'lganimiz. Sana alaming. Ha, o'sha. Men bilan Feridining mojarosiga nima qilasan aralashib burningni tiqib? Menga qara, men seni o'zingni so'kib qo'yganman-da. Men yozsam strechga men ham ketaman. Shuning uchun cheris Ferida. Nima ishim bor, meni jinnimisan sen? Sardorni ham so'kib qo'yibsan-ku. Hali kecha ham ke provokatsiya qilib qo'ymay. Hoji yangi tema qilib beraymi? Bilmayman, TikTokga bog'liq. TikTokda uyg'atib berdik mana. Uyg'atib berdik, uxlab qoldi TikTok. Men charchadim-da, menga qara, men 8 oylab urush bo'ldi. Sizlarni ham tomosha qilaylik, zerikib qoldik. Yo, bizniki unchalik cho'zilmaydi, bizniki tugaydi 1-2 kun. Yo, bu san to'xtamasang cho'ziladi. To'xta. Sigaretga qochma, qo'rqma asalim, qo'rqma. Men nima qo'rqaman? Hayot sinovlari oldida bu nima? Anaqa agracheniyalashdimi bas, asalim qo'rqmasdan o'tiraver. Yo, sen yaxshi bolasan, hoji. Sardor ham seni yaxshi ko'radi. Kecha kutdi, qo'taqqa kelmadingmi? Bordim-ku. Bordim-ku. Ammo kecha ashpay sahir yoshgan ekan-a, to'g'risini ayt. Ha. Ko'zing g'alati bo'lib ketadi, xudo o'lib qolmasin deb salovat aytib o'tirdim. Pastdan tushirib olganda gapim oxirigacha eshitmayapti-da, mana o'zi kelmayapti deb o'tiribdi. Pastda yozyapman, shohga telefon qilyapman, meni ko'tarsin deb. Meni ko'tarmasdan o'yin qilyapti. Sardor yomon xafa bo'lding-da, lekin pastdan yozdim-da. Любойni sikaman, Sardor Любойni sikarkan desam, ruchkasini nima chorniga tiqinglar, bizga yaxshilik keltirmaydi bular deydi. Yozmay qoldim. Keyin uxla qilish bo'ldi, uxla qilish deb yozib o'tirdim-da. Chorni qilinglar. Ammo men 6 kun bo'lib qolganman-da. Men har xil joyga o'ynab qo'yishim mumkin, bolalar. Yo'q. Tillaydilar. Har xil joyga o'ynaydigan odam kerak. Ularni yolg'onini tasdiqlaydigan odam tursa, dushmani bo'lsa ham hurmat qilib turaveradi. Lekin menga qara, tasdiqlaydigan paytda menga qara, tasdiqlaganimga yarasha menga 2 nonga pul beribdimi? Jinnimisan, hoji? Bermaydi, buni o'zlaring ham bilasizlar, bermasligini. Senga beradi-ku. Ha, menga beryapti, yeb yotib panchalab. Kimnikidasan? O'zimniki. Nima qildi? Kimnikida bo'lib o'zim uyimda men. Har doim balkonda o'tiraverganing hech o'lgur chiroyli uydan bor. Batilxona shu-ku. Ha? Batilxonam-ku aytmani. Ko'chada qolganlarga o'xshasan, menikidan chiroyli uyim bor ekan, haromi. Rahmim kelardi sen iplosga. Yo'q, o'zda basma. Hali ham rahming kelsin, qiynamiki bu. Ichki yopib ketganman nima? Ertaga qaynab xotinim o'lib ketganmiz. Ertaga qaynab qo'yib yuborsa ko'chada qolib ketaman. Hoji, senga bitta savol. Mana shu haqiqatlar chiqarib odamlarga gapirasan-ku. Endi meni gapirganingda ham haqiqat bor-ku, qo'taq yeganim haqiqat bas. Qara. Nimami? Motivatsiya olasanmi? Nima bo'ladi? Bir tushuntirib ber bizga. Nimasini tushuntirib beraman? Mana gapirganingda nima bo'lasan? Bir qon ichasanmi, bir mazza qilasanmi? Nima bo'ladi? Endi ana unga bilat
qo'lim qoltiraydi yolg'on narsaga. Biladi, yuraklarim uyushib ketadi, borku. Kimnidir qaraymanda, masalan, bitta videoda ko'rib turib, biladimi, kommentariyalarni o'qib chiqaman. Endi qarayman, biladi, odamlar yolg'onga shunchalikmi, buni asl haqiqati manamda qaydi deymanda, keyin shat chiqib turib, manamda qaydi bu haqiqatni videosini chiqaraman keyin. Ammo menga qara, nima? Sen o'zingga uverinimisan oxirigacha ketishga? Mana Malika ham ustingdan yozganda Malikaga cho'qingansan menga telefon qilib. Hozir endi Sardorga cho'qinmasligingga kim kafolat beradi? Bonuga cho'qinmasligingga kim kafolat beradi? Cho'qinmayman. Betda uningni qo'lidan tashlagan seni kim? arashtirib qo'ydim, o'zimga Voy, tamomda u narsa o'zi adi bo'lyapti. Betda mana bu dalbayob o'rtaga ko'rmayapsanmi mana? Ey, nima deydi? Nomard do'stdan deydi, mard dushman yaxshi deydi. Olishsa men bilan olishsin. Amirxonlarga kesib berib video qilmasdan, ana Instagramdagi blogerlarga kesib berib video qilmasdan, o'zi men bilan olishsin, erkak. O'rtaga qizlarni qo'shmasdan, Feridiga aql bermasdan, Feridiyni xayoliga ham kelmagan bunaqa video qilish. Bu o'rgatib turganki video qilish. Yo'q. Feridaga hozir qilaman. Men ham aytganman, chiroyli video qilib chiqing deb bir kun oldin. Qildi-ku. Yana nima qilish kerak? Bonudi ham qara. Bonu kim? Voy. Meni hijolat qilma. Eng yomoni Farg'onalik qizlarni yomon qilibsan. O'lay agar ularda hali aloqa nomeri ham bor. Ko'rsataymi? Qal. Hammasiga to'g'ri narsani gapirganman bilan. Xohlasalar chiqib ketinglar. Menga unaqa 1200 ta 1000 ta odam kerak emas. Men Xudodan har doim rizqimdan ortig'ini so'ramaganman. Men o'sha 150 ta 200 ta odamim bilan ham yuraveraman men. Chunki men o'sha odamlar bilan yurib kelganman, o'sha odamlar bilan yurib kelaman. Bo'ldi. Efirim qiziq bo'lganda bir ko'tarilib qolishi mumkin batilimda, bo'ldi, yana shu. U menga PR min narsa kerak. Men inson zotiga yalinmayman ham, bosh ham egmayman. Tikka boshim bilan kirib, tikka boshim bilan chiqib kelaman, qaysi ichidan bo'lsa ham. Qozog'iston bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa aka. Men unaqa hozir dahoya yolg'on ma'lumotlar bilan o'ynasam bo'ladi. Hozir mana bu yerda vaqti kuchaytirib 2000 ta 3000 ta qilsam bo'ladi. Menga nima keragi bor? Katta gapirma deydi. Men qandosh shikili. Nevajni. Bu katta gapirish emas, bu haqiqatni gapirish. Yana nima deydi? Ha! Gapirmayman, o'tir, jim. O'tir. Bilasan, sen bilan o'tirish ham o'zi bitta stat edi. Yo'q, men seni gapirmayman, Salim. Sen bilan o'tirish 183 ga kiradi, bo'ysunmaslikka kiradi. Sen bilan o'tirish ham bitta stat edi, varona shu. Sen menga bo'ysunsang bo'ldi. Voy, onasini sen. Hammasi yaxshi bo'ladi. Zikringni ko'proq ayt. Zikr salovatingni. Xo'p. Bu bilaman, uyimda yo'q choyninglar. Billatdi.